Avvalambor assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz vahodoshlar. Biz mana Surxondaryo viloyati Denov tumani Buyuk Ipak yo'li mahallasida biz mana shu ko'cha mahallani boshlanishi obodon bo'lsin deb biz mana yong'oqlar ekdik mana. Yong'oqlarni kesib, mana ustini taylab ketgan. Gullarda ahvolini qarang. Yong'oqda ahvolini qarang. Mana gullarda ahvolini qarang. Bu nima ahvol bu? Hozir mahallaning raislariga e'tiroz bildirib ogohlantirish berdik. Mana qarang. Mana kesib tashlab mana shunday tiqib ketyapti. Ko'ryapsizmi? Qaysi xudodan topkur mana shu ishni qilyapti. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, iltimos sizdan mana shu chorani ko'ringlar menga. Mana bu mahallamizda obodonlashtirish, mana mahallaning ahvolini mana ekkan gullarimizda ahvolini ko'ringlar. Nima qiliq bu? Mana yong'oqlarni yotishini qarang mana. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Men shuni talab qilaman. Ekologiyaga ham, prokuraturadan ham iltimos qolaman. Prezidentimiz yong'oq ek, gul ek deganlari shumi? Ekilgan gullarni, ekilgan daraxtlarni mana suv qo'yib, mana shuni band qilib, mana gullar ekib, mana nozo'ylar ekib, rayhonlar ekdik. Lekin shumi bizga bo'lgan hozir e'tibor nimasi? E'tibori yo'q, shumi bizga bo'lgan ishonchi. Mana ahvolni ko'ringlar xalq. Nima deyish kerak buni? Kim qildi mana? Mana ko'ring ahvolni. Mana bu yerga katta fermerda mana shu yerga katta 360 graduslik kameralari bor. Iltimos qilib qolardim. Mana shu narsani ko'rishlaringni. Mana yong'oqlarning ahvoli onasini emsin. Mana. Bunaqa bo'lgandan keyin kim yong'oq ekkisi keladi yoki kim daraxt ekkisi keladi? Ichki ishlar xodimlaridan iltimos qilib qolardik. Mana shu narsani bizga topib berishlarini so'rardim. 3 kun oldin suv qo'yilgan gullar, daraxtlarni mana kecha kelib mana chopib, gullarni kesib, sindirib, maydalab ketishgan. Kim qilyapti bu narsani bilmaymiz. Kecha soat 12:01larga kelib, mana yong'oqlarning ahvoli mana. Iloyo mana shu yong'oqdek qurib ketishini ham so'rayman Xudodan. Lekin mana shu narsaga chora ko'ringlar, mana ahvolni qarang. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Mana. Qaysi Xudodan topkirdi ishi bu mana. Mana. Ahvol. Nima qilish kerak buni? Denov hokimi bormi? Denovda ham bir hokimiyat ishlaydimi? Qani bir qiziqadigan odam bormi? Buni ahvolni qarang mana. Alamingiz kelmaydimi onasini? Buni qarang buni. Mana, ko'ryapsizmi? Bu na bir gul qo'ygan, na bir boshqa qo'ygan. Bu nima deyish kerak buni? Mana yong'oqlarning ahvoli. Sizlardan iltimos qilib qolardim. Mana shu narsani iloji boricha O'zbekiston 24, May 5 kanallariga e'lon beringlar. Iltimos sizlardan. Menga o'sha kim qilgan bo'lsa ham Xudodan topib berishlaringni so'rayman. Boshqa hech narsa demayman.